Yangimoz Sari fermer xo'jaligining rahbariman. Bu yerda 12 yildan beri buyon boshqarib kelaman. Bu yil 16 gektarga Uvanjuva nomli 57 nomli paxta navini ekdik. Men ko'rib turganingizdek shu hosil bo'ldi. Endi rejamiz 45-50. Undan ham ortig'ini ko'zlab turibmiz. Bu yerlarimiz ilgari paytlari 10-15, undan ham past hosil berardi. Mana hozirga kelib 45-40, 60 sentner. Hozir shunga ham qoniqmay turibmiz. Bunga nima? Davlatimiz rahbari shunchalik shart-sharoitlar yaratib beryapti. Shunday hosillar bo'lyapti mana. Bunda prezidentimizga rahmat. Shunchalik sharoit yaratib berganiga rahbarlarimizga minnatdorchilik bildiraman. Bu paxtamiz bitta o'zimizga daromad bermaydi. Nafaqat a'zolarimiz, keyin mahalla kuyda kam ta'minlangan oilalar, qo'ni qo'shnilar, hammamiz manfaatdormiz bundan. Shuning uchun jon jahdimiz bilan shu dalaga mehrimizni berganmiz.